بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثل له في أسمائه وصفاته وبره وإحسانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salovat va durudlar bilsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni iymon va e'tiqodda sobit qadam qilsin. Parvardigor olam ibodatda barchalarimizni mustahkam qilsin. Yurtimizni tinch, xonadonlarimizni osoyishta, osmonimizni musaffo bo'lmog'ini yaratgan Parvardigor o'zi doimiy va bardavom qilsin. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallam o'zlarining muborak bir hadislarida marhamat qiladilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Thalathun munjiyat va thalathun muhlikat." Uch narsa borki, najot beradi, uch narsa esa bashariyatni halok qiladi. Fa ammal munjiyat fataqvallohi fis sirri wal alaniyah wal qawlil haqq fil ghadabi war rida wal qasd fil ghina wal faqr. Najot beradigan uch omil, najot beradigan uch narsa: birinchisi, ko'rinarda ham ko'rinmasda ham, yakka qolganda ham jamoatda bo'lganda ham Allohdan qo'rqishlik, taqvodor bo'lishlik. Ikkinchisi, rozilik paytida ham, g'azab paytida ham faqat haq so'zni aytishlik. Uchinchisi, boylik paytida ham, kambag'allikda ham, iqtisodiy imkoniyatlar kengligida ham, torchiligida ham, mol kelayotganda ham, ketayotganda ham adolat pesha bo'lishlik. Mana bu narsa taqvodor bo'lishlik, faqat haqni gapirishlik, hamma holatlarda adolat pesha bo'lishlik insoniyatga, shaxsga, oilaga, jamiyatga najot beradi deb payg'ambarimiz aytadilar. Ammo halok qilguvchi narsalar esa u ham uchta. Birinchisi havan mutba, ash-shuhul muta', i'jabul mar'i bi nafsi. Uch narsa bashariyatni halok qiladi. Birinchisi, nafsu havoga, istak va xohishga ergashaverishlik. Nafsi nimani xohlasa o'sani qilishlik. Nafsi yeyishni xohlasa yeydi, yemaslikni xohlasa yemaydi, iymonni xohlasa iymon keltiradi, kufrni xohlasa kofir bo'ladi. Ikkinchisi, shuhun muta', haddan ziyod baxillik, qattiq xasislik, odamlarning haqlarini bermaslik, o'ziga ham, o'zgaga ham, xalqqa ham, xoliqqa ham nisbatan baxillik. Uchinchisi esa i'jabul mar'i bi nafsi. Inson o'zi bilan o'zi ajablanishligi, o'zining hatto harakatiga, o'zining ilmiga, yurish-turishiga, kuch-quvvatiga, ham ma'naviy imkoniyati, ham moddiy imkoniyati bilan ajablanishlik, man boshqa odamlardan ustunroqman deyishlik insonlarni halokatga etguvchi narsa ekan. Bashariyatning halokati nafsu havoga ergashishlik, Alloh taolo tushirgan qolib, andoza chetga qolib, o'zining aqli bilan yurishligi, baxillik qilib odamlarning huquqlarini, haqlarini mahrum qilishlik va o'zi bilan o'zi fikri bilan ajablanib qolishlik deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom marhamat qiladilar. Har bir jamiyatda, har bir holatda hamisha buzg'unchilar bo'lgan va qiyomatgacha bu buzg'unchilar ba'zilari davom etaveradi. Jamiyatda yomonlik va yomonlar ko'payganda
Alloh subhanahu va taolo yaxshilik va yaxshilarni ham jo'natib turaveradi. Alloh taolo bandalariga rahim zot, Alloh taolo bandalariga mehribon zot, Alloh taolo bandalariga vadud zotki, ularni ustlariga yaxshilik va yaxshilarni jo'natib turaveradi. Buzg'unchilarni payini qirqadigan, fitnachilarni fitnasini o'chiradigan, fasodchilarning hiylasini o'zining zarariga qilib qo'yadigan solihlarni Alloh jo'natadi. Qiyomatning alomatlaridan biri, qiyomatning 10 ta alomatlaridan biri qiyomatga yaqin Mahdi degan shaxsning jo'natilishligi. Oxir zamonda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oilalariga mansub, Alloh taoloning diniga, haq islomga amal qilguvchi, taqvo bilan, adolat bilan, haq bilan yo'g'rilgan bir odamni Alloh taolo jo'natadi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, uning oti meni otimga o'xshaydi, ismi, uning ismi meni ismimday, otasining ismi esa mening otamni ismlaridek. Demak, uning laqabi Mahdi, ammo nomi Muhammad ibn Abdullah. Ibn Kathir rahimahulloh o'zlarining Al-Fitan val Malahim kitoblarida aytadilar, uning zamonida adolat, qala Ibn Kathir rahimahulloh, fi zamanihi takunu thimaru kathira vaz-zuru'u ghazira wal malu wafir was-sultanu qahir wad-dinu qa'im wal aduwwu raghim wal khayru fi ayyamihi daim. Mahdini kunlarida uning zamonida mevalar ko'payadi, ekin-tekinlarga seroblik paydo bo'ladi, mol ko'payadi, mol va mulk insonlarning qo'liga benihoyat bo'ladi, zulmga nuqta qo'yadi, Allohning dinini ko'taradi, Allohning dushmanlarini burunlarini yer bilan ishqalaydi. Uning esa xayru barakoti o'sha kunlarga ulug' bo'ladi. Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining Al-Fitan val Malahim kitoblarida aytadilar, Mahdi degani Muhammad ibn Abdulloh al-Alavi al-Fatimi al-Hasani. Mahdi ismi Muhammad, otasining ismi Abdulloh, Fatima onamizning avlodlaridan, Hasan ibn Alining zurriyotlaridan. Mashriq tarafdan chiqadilar, davlatlari Arabiston o'lkasida bo'ladi, Ka'baning oldiga o'qishiga bay'at qilinadi. Imom at-Tirmizi rahimahulloh Abu Sa'id al-Khudriydan quyidagi rivoyatni qiladilar. Ubashshirukum bil Mahdi yub'athu ala ikhtilafin minan nas vaz-zilzal fayamla'u al-arda qistan wa 'adla kama muli'at jawran wa zulma yarda 'anhu sakinu as-sama wa sakinu al-ard wa yuqsimu al-mala sahahan bis-sawiyyati bayna an-nas wa yamla'u Allahu quluba ummati Muhammadin g'inan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom at-Tirmizi rivoyat qilgan bu hadisda Rasulimiz marhamat qiladilar, Mahdining kelishligi bilan sizlarga xush xabar beraman. Odamlar ixtilof qilib turgan paytda, ularning ma'naviy dunyolari bir-birlari bilan talon-taroj bo'lib turgan paytda, zilzollar, tabiiy ofatlar ko'payib turgan paytda, yerga zulm ko'paygan bir paytda Alloh Mahdini jo'natadi. Mahdidan yer ahli ham, samo ahli ham rozi bo'ladi. Odamlar oralarida molni adolat bilan taqsimlaydi. Muhammadning ummatining qalbi esa pokizalik va qanoatga to'ladi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Mahdi Hazrati Iso alayhissalatu vassalom bilan uchrashadi. Hazrati Isoga imom bo'lib namoz o'qiydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala sallabina fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi li hadhihi al-ummah. Mahdi Quddusga kelganlarida o'sha yerga Hazrati Iso osmondan nozil bo'ladilar, osmondan tushadilar. O'sha paytda Mahdi Hazrati Isoni chaqirib, keling bu yoqqa, bizga namoz o'qib bering, bizga imom bo'ling dedilar. Shunda Iso alayhissalatu vassalom aytadilarki, yo'q, imomlaringiz o'zlaringizdan,
siz ummatdan imom bo'ling, men sizga iqtido qilib namoz o'qiyman. Bani Isroilning payg'ambarini bu ummatning oddiy bir imomiga iqtido qilib namoz o'qishligi bu ummatga bergan rabboniy ihson deb payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Hazrati Iso u odamga aytadilar. Shu o'rinda qiyomatning alomatlaridan bittasi Iso alayhissalomning tushlari. Iso alayhissalotu vassalom qiyomat yaqin bo'lganda tushadilar va dajjolni o'ldiradilar. Alloh taolo Niso surasida bu bobatga bizga marhamat qiladi. Va qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasululloh va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minh ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Ularni bizlar la'natladik. Nima uchun? Iso alayhissalotu vassalomni o'ldirdik degan so'zlarining oqibatida. Ular aytishadi Bani Isroilki, bizlar Isoni o'ldirdik, bizlar Isoni osdik deyshadi. Ana shu aytgan noto'g'ri so'zlari uchun biz ularni la'natga giriftor qildik. Aslida ular Isoni osishgani ham yo'q, Isoni o'ldirishgani ham yo'q, balki ularga shunday tuyuldi. Ba'zi tafsirchilarimiz aytadilar, Isoga boshqa bir odam o'xshatildi. Ular Isoni osdik, osmadik, o'ldirdik, o'ldirmadik deganlariga ular talon-tarojdadirlar. Ular oldi berdi dedilar. Isoni o'ldirganliklari to'g'risida ularga Bani Isroilga aniq ma'lumot yo'q, faqat taxmin, faraz, birovni gapiga bu ishonadilar xolos. Birovni gapi bilan ishlaydilar. Va ma qataluhu yaqina, aniq aytamizki, ular Isoni o'ldira olmadilar. Ular Isoni o'ldirmadilar. Nima bo'ldi? Barrafa'ahu Allohu ilayh. Balki Alloh taolo Isoni ko'tardi. Alloh taolo mulkida izzatli, aziz va nima ish har bir ishini hakimona qiladigan zotdir. Alloh taolo Iso alayhissalomni ko'tardi. Ularni zulmlaridan Isoni xalos qildi. Isoni o'ldirmoqchi bo'ldilar, hojga tortmoqchi bo'ldilar, Isoni osmoqchi bo'ldilar. Alloh u kishini ko'tardi. Qiyomatga yaqin Alloh taolo Hazrati Isoni nozil qiladi, tushiradi. Hazrati Iso dajjolni o'ldiradilar va Hazrati Iso Mahdiga iqtido qilib namoz o'qiydilar. Mahdining mulki 5 yil yoki 7 yil yoki 9 yil davom etadi. Uning chiqishligi, Mahdining kelishligi, uning kimligi, uning qaysi sifatlar bilan sifatlanishligi, nomi hammasi mutavotir hadislarda kelgan. Mahdining zikriga Imom Suyuti aytganlaridek 50 dan ziyod rivoyat kelgan uni aniqlab berishlik uchun. Olimlarimiz Mahdi to'g'risida alohida kitob yozganlar. Imom Suyuti, Mullo Aliyul Qori, Muhammad Ali Shavkani, Ibn Kasir, Ali Muttaqi Hindi degan olimlar Mahdi to'g'risida kitoblar yozganlar, muallafotlar qilganlar. Hadis kitoblarida, sunan kitoblarida, musnad kitoblarida ulamolarimiz Mahdi to'g'risidagi mana shu hadislarni aytganlar. Nima uchun? Olimlarimiz zo'r berib, himmat qilib, bel bog'lab Mahdi to'g'risidagi hadislarni yozdilar. Nima uchun ular Mahdi bobatida kelgan, Mahdi borasida kelgan barcha hadislarni birma-bir zikr qildilar. Ularga siyoh ko'p edimi? Ularga vaqt ko'p edimi? Ularga daftar yo qog'oz ko'p edimi? Yo'q. Vaholanki ular payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelgan har bir narsani borni boricha Rasuli akram alayhissalotu vassalom rivoyat qilganlaricha zikr qildilar. Chunki tarixda Mahdini o'ziga niqob qilib olgan, man Mahdiyman degan yoki Mahdini inkor qilgan yoki menga ergashliklaringiz kerak degan shaytonning vasvasasiga uchgan, nafsining quli bo'lgan, jinga qul bo'lgan yoki o'ziga sulton talab mansab parast odamlar o'zlarini soxta Mahdiga solganlar. Ajdodlarimiz, allomalarimiz
bekorga Mahdiyni vasflarini zikr qilmadilar. Mahdiy to'g'risida birinchi toifa borki, Mahdiyni batamom inkor qildilar. Mahdiy yo'q narsa dedilar. Vaholanki u sahih hadislarda sobit bo'lgan, aytganimizdek ma'noviy mutavotirlik darajasiga yetgan. Ikkinchidan, ba'zilar Mahdiyni xayol deydilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom musulmonlar ba'zida zulm ko'rganlarida, ezilganlarida, hayotlari iqtisodiy tang bo'lganda Mahdiy bilan ularni afsonalar bilan ovutgan deydilar. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning biror bir so'zlari afsonami? Biron bir qavllari afsonami? Payg'ambar alayhissalotu vassalom biron marta yolg'on gapirganlarmi? Hatto yolg'on hazillashmasdilar ham. Hatto yolg'on gapirmasdilar ham. Demak, bu fikr ham noto'g'ri. Mahdiy afsona emas, xayolot emas, vaholanki qiyomatning alomatlaridandirlar. Ba'zilar esa Mahdiyni noto'g'ri shaxs sifatida Mahdiy bor, lekin unga noto'g'ri talqin berishadi. Ular Shialar Muhammad ibn Hasan al-Askari al-Muntazarni Mahdiy deyishadi. 5 yoshlarida taqriban Somurro atrofida g'oyib bo'lgan Muhammad ibn Hasan al-Askari degan odamni ular Mahdiy deyishadi. Mana shu Somurro g'origa kirib ketgan deyishadi. 500 yildan beri har ertalab otni zinlab, otni yasatib, g'orni oldiga olib borishadi. Uxruj ya Mavlana deb nidolar qilishadi. Toyinki ular Mahdi bo'ladi, bizni qo'llab-quvvatlaydi, bizni shialiklarni yuqoriga ko'taradi degan noto'g'ri taxminlar bilan bu na shariat buni qabul qiladi, na aql buni qabul qiladiki, bir kishi g'orni ichida 500 yildan beri bo'lsa-yu, 500 yildan beri chiqmayotgan bo'lsa, Alloh taolo bu xurofot va safsatalardan hammamizni asrasin. Keyingisi bir hadisda La Mahdiya illa Isa ibn Maryam degan hadisni dalolat qiladilar. Ya'ni Mahdi Iso ibn Maryam degan hadis keladi. Bu hadisni Ibn Moja rahimahulloh rivoyat qiladilar. Bu hadisning sanadiga, ya'ni bu hadisni roviylariga ixtilof bor. Imom Zahabiy va Ibn Hajar aytadilarki, bu hadisning roviylari majhul, hadisning o'zi esa munkar. Lekin Imom Abu Abdulloh Qurtubiy aytadilar, Mahdi deganning ma'nosi deydilar, to'g'ri yo'lga boshqarguvchi, hidoyatga boshqarguvchi, hidoyat mayog'i. Dar haqiqat Iso alayhissalotu vassalom ham payg'ambar hidoyat mayog'i, Mahdi Muhammad ibn Abdulloh ham hidoyat mayog'i va to'g'ri yo'lga boshlovchi. Bular ikki shaxs, lekin sifatlari bitta. Bular Hazrati Iso boshqa, Muhammad ibn Abdulloh boshqa, lekin har ikkalalari Mahdi, ya'ni to'g'ri yo'lga boshlovchi. Iso qanday Mahdi bo'lsalar, to'g'ri yo'lga boshlasalar, Muhammad ibn Abdulloh muntazar, ya'ni kelajakda keladigan Mahdi ham to'g'ri yo'lga boshlovchi deb aytadilar. Ba'zilar Mahdiyni hadislarni inkor qilib aytadilar, Mahdi ta'limoti jamiyatda juda katta ixtiloflarga ba'zida olib keldi. Har bir tuzumga qarshi chiqqan, har bir islomga qarshi chiqqan, o'zini shaxsiy manfaati va shaytoniyatini o'ylaganlar o'zlariga Mahdiyni niqob qilib oldilar. Muqanna avval Mahdi deb chiqdi. Ismoiliylarning boshliqlari avval o'zlarini Mahdi deb e'lon qildilar. Bobiy va Bahoiylarning boshliqlari Mirzo Ali Muhammad Shiroziy avval o'zini Mahdi deb e'lon qildi. Qodiyoniylarning rahbarlari Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy avval o'zini Mahdi deb e'lon qildi. Bular barchalari buzg'unchi toifalar, lekin o'zlariga Mahdi degan nomni niqob qilib bashariyatni buzishlikka harakat qildilar deydilar. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari sobit hadislar. Ba'zi odamlarning buzg'unchiligi deb sahih hadislar inkor qilinmaydi. Qandayki burgani o'ldiraman deb ko'rpa yoqib yuborilmaydi axir. Xuddi shuningdek olimlarimiz kitoblar nima uchun muallafot qildilar, nima uchun yozdilar? O'sha yolg'onchilarning iflosliklari, chirkinliklari, haqiqiy Mahdi emasliklarini bildirishlik uchun. Albatta
bu fitnalar deb sahih hadislar inkor qilinmaydi, shariatimizni ahkomlari inkor qilinmaydi. Islom o'zining ahkomlari bilan, arkonlari bilan, o'zining yaxlitligi bilan qiyomatgacha davom etib boraveradi. Bizlar dinni o'zimizni xohishimiz, istagimiz tomon burmaymiz. Vaholanki xohishimiz, istagimizni shariatimiz islom tomon burishligimiz va shunga moslashmoqligimiz darkor bo'ladi albatta. Mana shunday buzg'unchi toifalardan, mana shunday bugun insonlarning aqliga, e'tiqodiga, insonlarning qalblaridagi iymonlariga rahna solayotgan, avval man mahdiyman deb chiqqan, keyin man payg'ambarman deb chiqqan shaxs Baxshullo Kozimovich Aliyev. Baxshullo Aliyev o'zini payg'ambarman, mahdiyman deganda odamlar unga quloq solib turavergan. Nima uchun? Mahdiydan johilligidan. Sani isming nima deb hech kim so'ramagan. Ismi Baxshullo. Mahdiyning ismi nima ekan? Muhammad. Otangning ismi nima deb hech kim so'ramadi. Otasining ismi Kozim. Haqiqiy Mahdiyning otasining ismi nima? Abdulloh. Mahdi kimning avlodidan? Fatima avlodidan, payg'ambarimizning avlodlaridan. Mahdi qayerda bo'ladi? Arabiston tarafiga, Quddus tarafiga, arab dunyosiga chiqadi. Men Mahdiyman deganda hech kim unga indamagan. Men Mahdiyman deganda ismim Baxshullo Kozimovich Aliyev deb aytavergan, lekin hech kim unga qarshi chiqmagan. Nima uchun? Chunki hech kim bu haqida ilmga ega bo'lmagan. Men Mahdiyman, men yangilayman, sizlarni to'g'rilikka boshlayman, sizlar menga ergashinglar, men qiyomatda sizlar uchun javobgarman. Mana shu meni ayolim mo'minlarni, sizlarni onalaringiz deganda hamma qarab turavergan. Chunki Mahdiy to'g'risida aniq ilmga, aniq savodga, aniq malakaga odamlar ega bo'lmagan. 1997-yilda Baxshillochilar jamoati asos solgan. Ularning e'tiqodlariga to'xtaymiz. E'tiqodlari o'zini men Mahdiyman deydi. Mahdi ekanmi u? Ana hadislar, ana oyatlar, ana olimlarimizning so'zlari, ana yozilgan muallafotlar. Mahdi ekanmi u? Mahdiydan u odamga zarrachalik bir narsa bor ekanmi? Hargiz yo'q. Ikkinchisi, Mahdiyga odamlarni ko'ndirgandan keyin ikkinchi qadamga o'tdi. Muqanna o'tgan edik, Ahmad Shiroziy o'tgan edik, G'ulom Mirzo Ahmad Qodiyoniy ikkinchi qadamni bosgan edik, aytdi: "Men payg'ambarman. Menga Alloh vahiy yuboradi. Muhammaddan keyin chiqqan payg'ambarman" deb ikkinchi e'tiqodni jo'natdi. Imom at-Tahoviy rahimahulloh bizlarni Abu Hanifa mazhabimizda Ahli sunna val jamoaning e'tiqodining asosiy tamal toshlarini qo'ygan Imom Tahoviy aytadilar: Bismillahirrohmanirrohim. Inna Muhammadan abduhul mustafa va nabiyuhul mujtaba va rasuluhul murtada va innahu khatamul anbiya va imamul atqiya va sayyidul mursalin va habibu robbil alamin. Albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning tanlab olgan bandasidirlar. Alloh taoloning ixtiyor qilgan payg'ambaridirlar. Alloh u kishidan rozi bo'lgan elchidirlar. Payg'ambar, nabiy va rasullarning xotami, oxiri, nihoyasidirlar. Taqvodorlarning imomi, payg'ambarlarning sayyidi, Allohu Robbul Alaminning habibidirlar. Davomida: Va kullu man da'a nubuwwata ba'dahu faghayyun wa hawa wa huwa mab'uthun ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Har bir odamiki, har bir shaxsiki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambarlik da'vosini qiladi. U ochiq adashuv, nafsga beriluv, haddan oshuvdir. Payg'ambar butun jinlar va hamma insoniyatga jo'natilgan haq va hidoyat bilan, nur va ziyo bilan deb aytadilar. Demak, ikkinchi e'tiqodi payg'ambarman degani g'oy va havo. Bu haddan oshlik,
nafsu havoga berilishlik ochiq kufr, murtadlik va islomdan yiroqlikdir. Ana endi uchinchisi, bular o'zlarini noislomiy tashkilotlarini, norasmiy tashkilotlarni tashkil qilib, mana shunday dinga moil bo'lgan odamlarni chalg'itishga tushdilar. Ikkinchisini qaraymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda aytadilar: "Va xutima biyal anbiya." Payg'ambarlar men bilan nihoya topdi. Bani Isroilga payg'ambar vafot qilsa payg'ambar jo'natilardi. Mendan keyin esa payg'ambar bo'lmaydi. Mendan keyin payg'ambar chiqmaydi deb payg'ambarimiz aytadilar. Boshqa bir rivoyatda kimiki mendan keyin payg'ambarlikni da'vo qilsa dajjol va kazzobdir. Dajjol yolg'onga uchiga chiqqan va yolg'onchidir deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar. Bu odam 1990-yilda o'z faoliyatini boshlab bir necha yildan keyin qamaldi. 2006-yilda ozodlikka chiqqach Rossiya Federatsiyasiga borib, u yerga doimiy yashashlik uchun o'ziga ruxsat hosil qilib, baxshilochilar jamoatini paydo qildi. Jamoatni paydo qilgandan keyin ularni da'vat qila boshladi. Birinchisi, kimiki baxshilloni oldiga borsa, hijrat qilib turli taraflardan Rossiyaga o'shaning oldiga borsa, unga hajning savobi beriladi. Hajning savobi. Makkaga bormasin, Madinaga bormasin, baxshilloni oldiga borsa hajning savobi. Birinchisi demak islomning arkonlariga hujum. Alloh taolo fihi ayatum bayyinatum maqomu Ibrohim. Unda ravshan oyatlar bor, maqomi Ibrohim bor. Va man dakhalahu kana amina. Kimiki Ka'baga kirsa omon bo'ladi. Valillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Kimiki yo'lga qodir bo'lsa hajga borsin, Makkaga borsin, Ka'baga borsin, baxshilloni oldiga emas. Demak, bu odam bularni ziddiga payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Al-hajju Arafa." Haj Arafadir. Haj Rossiya emas. Haj baxshiloni oldiga borish emas. Haj Arafa. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom o'zlari Madinada edilar. Tuya qilib, karvon qilib, tashvish qilib, safar qilib Madinadan Makkaga bordilar, 500 kilometrga. Minoga chiqdilar, Arafotga chiqdilar, Muzdalifaga chiqdilar, tosh otdilar, tavof qildilar. Rasuli akram alayhi salatu vassalom Allohning bandasi edilar. Parvardigori olamdan nima ta'limot bo'lsa o'shani ijro qilardilar, tamom. O'zlari yangi shariat tashkil qilib, mana oldimga kelsangizlar haj deb aytmadilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom hajning zamonini, makonini, qiladigan arkonlarni belgilab berdilar. Undan boshqasi haj emasligini aytdilar. Imom Buxoriy aytadilar: haj oylarida bo'ladi. Hozir turinglar hajga boramiz. Haj bo'lmaydi. Arafotda Arafa kuni emas va holanki 1 yil yotsak ham haj bo'lmaydi. O'sha aynan Arafa kuni Zulhijjaning 9-kuniga Arafotda bo'lishligimiz darkor. Ana shunda haj bo'ladi. Keyingisi Baxshullo Aliyev "Men payg'ambarman" deb e'lon qilib o'zining ergashuvchilariga namoz 3 mahal dedi, 5 mahal emas. U 5 mahal emas, 3 mahal. 3 mahal kim namoz o'qisa o'shaning namozi qabul. Kecha kunduzda 3 mahal namoz bor, undan boshqa namoz yo'q dedi. Namoz 5 mahal. Payg'ambar alayhi salatu vassalom 5 mahal namoz o'qidilar. Hadisi mashhurda Salavatul Xams 5 vaqt namoz. Yana keyingi hadis 5 vaqt namozga. Isro va Merojga chiqqanlarida payg'ambar alayhi salatu vassalomga necha vaqt namoz farz qilindi? 5 vaqt. Hada xams. 5 vaqt. Unga qanchaning ajri bor? 50 vaqtning ajri bor. Alloh taolo va la yubaddalul qawlu laday dedi. Bundan keyin mening so'zim o'zgarmaydi. Alloh aytayapti, bundan keyin 5 bo'ldi endi, meni so'zim o'zgarmaydi. Alloh taoloni o'zgarmas 5 vaqt degan so'zini 3 vaqtga tushirishlikka jur'at qilgan odam Xudoga jur'at qilgan odam bo'ladi. Allohga jur'at qilgan odam bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Jabroil menga namozni kelib o'rgatdilar. 5 vaqt o'rgatdilar. 5 vaqt namozning vaqti bomdod, peshin, asr
shom xufdan 5 vaqt ekanligiga Alloh taolo shariati Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga ko'rsatganlari, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qilganlari va butun ming yillar davomida milliardlab ummatlar amal qilib kelinayotgan ijmo bu. Man musulmonman degan odam, musulmonchilikni me harfini o'ziga loyiq ko'rgan odam bu gapni aytmaydi. Buni aytgan odam yo jinni odam, yo kasalmand, yoki dinga va musulmonchilikka qarshi bo'lgan odam. Baxshilo Aliyev aytadi, qiyomatda agar meni oldimga kim kelsa, u meni sahobam hisoblanadi. Mandan keyin payg'ambarlik maqomiga erishishi mumkin. Qiyomatda unga hech qanday hisob va kitob bo'lmaydi. Qiyomatdagi mezonni, hisob va kitobni, arasotni inkor qilib, islom aqidasini inkor qiladi. Bu albatta juda katta xavf tug'diradi. Bu albatta xalqning islomiyatini buzadi. Bugun unga ergashuvchilar bilinganlari 70 ta odama, bitta emas, 10 ta emas, 70 ta. Ularning orqadagi odamlar qancha? Bularga kim gap o'rgatyapti? Bularni kim qo'llab-quvvatlayapti? Bularning ba'zida e'tiqodiy suyanchlari Pokistonning Panjob viloyatida o'zining qodiyoniyalikni tashkil qilgan Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniga boradi. Qodiyon, avval Qodiyonga kim borsa haj o'sha degan. O'sha shunday olib mana shu baxchillochilar jamoatiga qo'yilgan. Ular ham hajni inkor qilishadi. Ular deyshadi, kimki Pokistonning Qodiyon viloyatiga borsa o'sha haj deyshadi. Tamom. Alloh taolo bundan panoh bersin. Alloh taolo o'zi asrasin. Parvardigori olam sof e'tiqoddan hech birimizni toyiltirmasin. Baxshillochilarning soxta g'oyalarga ergashgan odam islomdan chiqishligi haqida qat'iy xulosalar bor. Chunki ularning pirlari Qodiyoniylarning kofir ekanligiga, islomdan tashqari toifa ekanligiga barcha musulmon tashkilotlari, barcha musulmon olimlari bir ovozdan mana shunga kelishganlar. Birlashgan Islom konferensiyasi, Azhar olimlari, Arab Islom ligasi barchasi Qodiyoniylarni noislomiy tashkilot ekanligiga fatvo berganlar. Baxshillochilar jamoati jamiyatni tinchligi, osoyishtaligiga putur yetkazuvchi ijtimoiy illat ekanligini hargiz xotirimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bugungi kunda ba'zilarni eshitib qolasiz, o'g'li ketib qolgan, qizi ketib qolgan, Alloh taolo panoh bersin. Chekka yurtlarga yuribdi, ba'zi joylarga yuribdi. Kimni oldiga boradi, kimni oldidan qatnaydi va ularga nima choralar ko'rayotganligini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz darkor. Ba'zida o'zimiz beparvolik qilamiz, bee'tiborlik qilamiz, oqibatlarini o'ylamaymiz. Ba'zi musibatlarga duchor bo'lishligimizni oxirini o'ylamaymiz, hamda faqat o'zimizni shugungi kunimiz bilangina qanoat hosil qilamiz. Ertadagi kunimizni o'z holatiga tashlab qo'yamiz va farzandlarimiz atrofimizdan bee'tibormiz. Alloh taolo Qur'onda va laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni val ins. Bizlar ko'p jin va insonlarni do'zaxiy qildik. Nima uchun? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularni qalblari bor, lekin anglamas qalblar. Va lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ularning ko'zlari bor, lekin u ko'zlar haqiqatni ko'rmaydi. Va lahum azanun la yasma'una biha. Ularni quloqlari eshitadi, lekin haqni eshitmaydi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul g'afilun. Ular hayvonlarga o'xshaydilar, balki ular hayvondan ham adashgandirlar. Ular g'aflatdadirlar. Nimadan? Haqdan, nimadan? Islomdan, nimadan? Iymondan, ahli sunna val jamoatdan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan dunyoning aksar musulmonlari o'sha yo'lda bo'lgan. Hanafi, Abu Hanifa, Nu'mon ibn Sobit raziyallohu taolo anhuni tanishlikdan g'ofil bo'lmasligimiz kerak. Har bir narsaga ilmiy yondashligimiz kerak. Jamiyatda hargiz befarq bo'lmasligimiz kerak. Hozir sizga kelib birov men Mahdiyman desa nima deysiz? Mahdi emassan deymiz. U aytsa isbotlab ber, men Mahdi emasligimni desa, nima deb javob beramiz? Nima deb javob beramiz?
Hozir birov bizga aytsa-ki, namoz 3 mahal desa, biz aytamiz 5 mahal. Kim aytdi deydi? Aytsa-ki, bobom aytganlar 5 mahal deb. U aytsa, seni bobong payg'ambarmi? Kim seni bobong? Unga hujjat topib bera olamizmi? Birodar, Qur'onda yozilgan, hadisda yozilgan, ulug' kitoblarda yozilgan, meni bobom payg'ambar emaslar, lekin payg'ambarning izdoshlari edilar. Payg'ambarning yo'llaridan yurgan odam edilar deb mana shunday hujjat hammamizga tayyor bo'lishlik kerak. Albatta, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashmoqligimiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ulug' hadislarini hech vaqt esimizdan chiqarmasligimiz, insonni najotga boshlaydigan narsa hamisha taqvo, kengchilik va torchilikka ham adolatli bo'lishlik, g'azab kelganda ham xursandchilikka ham hamisha haq so'zni aytishlik. Alloh taolo hamisha hammamizni taqvodorlardan qilsin. Ummati Muhammadiyadan bo'lmog'imizni nasib aylasin. Ummat bo'lib tug'ildik, ummat bo'lib yashamoqligimizni va ummati Muhammadiya bo'lib vafot qilmog'imizni Alloh nasib aylab, qiyomatda Hazrati payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lmog'imizni Alloh nasib aylab, yurtimizni, jonajon diyorimizni, Qubbatul Islom nomini olgan bu vatanimizni Alloh taolo bunday buzg'unchilar, firibgarlar, e'tiqodimizga bolta urayotganlarning hiyla-yu nayranglardan Alloh o'z panohida asrab, qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizni mu'minlardan, musulmonlardan, muhsinlardan bo'lmog'ini Alloh nasib aylasin. Ilohi amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Parvardigoro, haqni haq qilib ko'rsatgin, haqqa ergashmoqimizni nasib qilgin. Va arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Botilni, nohaqlikni botil qilib ko'rsatgin, undan nari bo'lmog'imizni nasib qilgin. Va la taj'alhuma multabisan alayna ya ilahal alamin. Haq bilan botilni aralashtirib, o oraga bizlarni hargiz sargardonu, hargiz Parvardigoro adashganlardan qilmagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya Rabb.